ertaman sahar turganda bomdodga, ayniqsa bomdod bilan muazzin azon aytgandan keyin bomdodni sunnati bilan farzni o'rtasida o'tirganda shu kalimani o'qish kerak. Qaysi kalima? La ilaha illallohul malikul haqqul mubinni 100 dona o'qish kerak. Bunga hadis bor alohida. La ilaha illallohul malikul haqqul mubin o'qigan odamga, muhtaram jamoat, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar, qabrda azob bo'lmaydi degan. Qabr azobi haq, qabr azobi haq. Jannat ahli inson uchun ikkita uy bor debdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bitta uy jannat, bitta uy do'zax debdilar. Jannat ahli jannatda o'tiradigan joyini ko'rmay jon bermaydi va do'zaxni ham ko'rsatmasdan turib Alloh uni jonini olmas ekan. Qanday bo'ladi desalar, jon olishlikda jannat ahli bo'lgan odamga avval do'zaxni ko'rsatilar ekan. Ey banda, men do'zaxni ko'ryapsanmi? Azob odamlar kuyyapti. O'tda tosh bilan inson qizitar ekanda. Ko'ryapsanmi deb azobni ko'rsatib qo'rqib ketyapsa, yo'q, bu yerga kirmaysan. Agar hayoti dunyoda la ilaha illalloh Muhammadun rasulullohni aytmaganingda edi, shu joyga kirgan bo'lar eding. Sen bunga loyiq emassan deb jannatga ko'rsatilar ekan va jannatga kirgizdilar ekan. Va jannatda o'tiradigan joyini ko'rsatilar. Endi haligi do'zaxga kiradigan insonga qanaqa bo'ladi desa, jon olishdan avval jannatni ko'rsatilar. Jannatdagi rohat, lazzat, mazani ko'rsatib turib, haligi bandani ishtiyoq qildirar ekan Xudo. Tezroq kir, jonimni olsa-yu, shu jannatga kirib olsam deb tursa, farishta aytar ekan, yo'q. Shu yerga kirmoqchi eding, joying shu yer edi sen. Lekin afsus, dunyoda la ilaha illalloh Muhammadun rasulullohni aytmaganliging sababidan mana shu joy senga harom bo'ldi. Endi seni boradigan joying mana bu jahannamni ko'rsatilar. Kim xohlaydi uni? Muhtaram jamoat, umr o'tyapti. Umrimiz o'tyapti. Vaqt o'tyapti. Muhtaram jamoat, imkon qadar siz bilan biz ko'proq Allohni eslab, ko'p shu kalimalarni aytib olsak, inshaalloh dunyoligimiz ham obod bo'ladi, oxiratimiz ham obod bo'ladi. Allohning huzuriga xotirjam boramiz inshaalloh.